54.900 ga mana o'zingning fikringni ayt. 64 kvadratli uyni olib, remont qilib, ustida bir ikki so'm pul ishlatsa bo'ladimi? Bo'ladi, chunki mana devorlarimiz vaqti chiroyli chiqdi. Beltepani ro'parasidagi mana domni ko'pchilik tanishadi, to'g'rimi? Ikkinchi liniya hisoblanadi. Bu ikkinchi liniya. Yo'lni yuzi deb ko'pchilik olmasdi. Mana yo'ldan ikkinchi liniya kirib kelinadi. Devorlarimiz chiroyli. O'rtada mana letniya kuxnya qurishyapti. Antena 2 etajli zdaniya bor, nimadir administrativniy bo'ladi-da, xullas. Bisetka, Svobodniy parking ham. svobodniy hamma jitellarimizni qo'yib qo'ygan. Xullas ichkari tarafdan ham domni ko'rinishi vaqti chiroyli dom. O'zi oldi tarafdagisi ham juda chiroyli edi. Bunisi уже 8 qavat bo'lib, yanada chiroyli bo'ldi. Bizning xonadonimiz 5-qavatda joylashgan. 64 kvadrat. Korobka holatida. Xonali polnotsiyani. Oshxona alohida, bitta yotoqxona, bitta zal qilingan. Zalimizning xullas balkoni bor. Yana zo'r tarafi bizani uyimizning oynalari orqa tarafga qaragan oynalar. Shunisi yaxshi. Orqamizda kottejni garodokani, prям ro'paramizda. Dom bo'lmagan. Xullas, kelib bitta ko'ring, narxi sirazi boshida aytib o'tdik. Har doimgidek primoy, joyi egalarining telefon raqamini video opsiyaniyasida yozib qoldiramiz. Yes.